Qalera biz pul tarqatmoqchimiz. Qani kimga? Assalomu alaykum. So'ngsiz pul yutib olasiz. So'ngsiz pul yutib olasiz. Birdan 100 gacha yoqtirgan so'ningiz. Yo'q, Birdan 100 gacha yoqtirgan so'ningiz. 30. 30-chi pul sizga qolgan tarafingizdan sanasangiz bo'ladi. Tez sanab tashlang. Hozir nima sanayaptilar? Qani sanab tashlang ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yurasiz. Voy dod 500 so'm. Qarang aka, agar siz Temur Bratga, Temur Bratning homiylar, ya'ni menga podpiska bosib, men podpiska bosgan homilarimga podpiska bosgan bo'lsangiz, shu pullarni hammasini sizga beraveraman. Lekin siz ashdan kuzataman, lekin ro'baro kelib qolamiz deb o'ylamodim. Voy. Qadam edi buni. Qadamlar g'alati bo'lyapti hozir. Katta lekin rostdan. Podpiska bosganmisiz aka Temur Bratga? Qarang, menga bitta menga emas aka, men podpiska bosgan homilarimga ham podpiska bosgan bo'lishi shart. 21 nafar homiyim bor hozir dalil moment. Bo'ldi, mana hozir ko'ramiz, mana. Voy do'stlar. Voy, to'xtanglar kuzatamiz-a. Bering aka, o'zim tekshirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Voy, qani. Menga podpiska bosilgan gap bo'lishi mumkin emas. Agar 21 nafar homiylar, voy, mana. Ko'ryaptimi do'stlar, mana podpiska bosilgan. Bo'pti aka. Qachondan beri podpiskasi aka menga? Voy, ancha bo'lib qoldi. Nima haqiqatmi? Joningiz sog' bo'lsin. Charchamang aka. Voy, hali men ko'p video olishim kerak edi. Voy, do'stlar, mana sizlar uchun o'yinni to'dalari podpiska bosishni unutmanglar. Biz boshqa gap gapira olmaymiz. Keyingi ishtirokchi sizlar bo'lishingiz mumkin do'stlar. Voy dod. Nima bo'ldi?